Xo'p, demak, bizda savol paydo bo'ldi. Akkumulyator vashi pasaytdi. Zaryadkani shunday uladik. Mana 5 volt zaryadchi uladik. Xatoroq aytdi, lekin bizga yetarli emas. Nima uchun degan savolga mana shu mikrosxemani, uslubiy mikrosxemani uramiz. Buni nomi TDA 2030 datasheet deb yozasizlar, qidirasizlar chiqdi. TDA 2030 datasheet bosamiz. Anta har xil kompaniya chiqargan, ishlab chiqargan kompaniyalar va ularni analoglar TDA 2030 A, B, S har xil harflilari bor. Biz birinchisini bosamiz, ichiga kiramiz. Anta datasheet, ya'ni bu mikrosxema nima ish qila oladi, qanaqa funksional, qanaqa vazifalarga bajarishga mo'ljallangan, necha volt beradi, qancha watt kolonka ko'taradi, hamma xarakteristikasi mana shu yerga kiramiz. Mana bu varaqlari mundarijasi. Buni machetdan bossa o'chadi. Endi bu yerda bizada chiqyapti. Mana bu sxemasi. Mana TDA 2030 ni qanaqa ulashlik to'g'risida monokanal bitta kolonka ulanadi va kondensator, diod, rezistorlardan sxemasi yig'ilgan tayyor ishlash varianti. Agar sizda mana bu usilitilda qaytada rezistor kuyib qolgan bo'lsa, mana shu sxema orqali topib olishingiz mumkin nima ish qilishini, qancha nominalda ekan. Bu mikrosxema o'zi va pinlari qaysi oyog'i nimaga javob beradi. Bizga kerakli bo'lgan narsa birinchisi supply voltage. VS supply voltage deyapti. 22 voltda ishlaydi. Bu o'zini maksimalniy kuchini 22 volt kuchlanish bersang, men senga maksimalniy cho'tki ishlab beraman deyapti. Undan ko'p kamida ko'rasizlar qanaqa ishlashi. Bizda 3.7 volt berdik, bijil bo'lib ketdi. 5 volt berdik, tiniqlashdi. Endi 12 volt berib ko'ramiz. Tushuntira oldimmi? Nima uchun naprejeniyani ko'paytirgan sari bu yaxshilashishni boshladi. Hop, endigi etap telefonni qo'yamiz. Tuk qaytadan mana uni payt qilamiz. Pitaniyaga. Ya, buni bu yoqdan uzamiz. Uzdik. Bu yoqdan uzdik. Uzamizda просто 12 volt qo'yamiz. Mana shu 12 voltlik blok pitaniya. Hop, провод bizada plyusida, plyusga ulaymiz. To'g'ri minusga ulaymiz. Cho'tki eksperiment nima uchun ishlamayapti, hammasini bitta Mani baxtimni eshigini yopding. Ertalab azon duraman, sen xos tomon boraman. Uchta qizdan alik olaman. Ushbu qizlar sho'x bo'lsa ham xur qizlar, ichlaridan tanlab olaman. Matanlagan shu qizchaning, chisti bir o'zbekchaning, qo'sh ko'zi biram qo'rachan. Утром рано я встаю, сам себя не узнаю, а похмелья болит голова. Жена где-то там гуляет. Anta oq rezistori bor. Bu ovozni ko'paytirib kamaytiradi. Муж головой ломает, ракетам ракам. Жена где-то там гуляет, муж головой дверь ломает, ракетам ракам будем бам. Yosh
yoshligim o'tdi ketdi, 23 ga yetdi. Hali endi 18 yoshim. Ikki yil shayxona. Ana. Xo'p. Endi etap. Dinglayapti. Bu ham bitta muammo. Bu muammoni qanday yechamiz? Buning uchun bizga rezistor kerak bo'ladi. Rezistor alchirgan hammasi sabr. Kilo ohm 19 kilo ohmli rezistorni hozir eksperiment tariqasida bitta pinini boya aytdim-ku men qizil provodga, qizilga vходga kirishiga bitta pinini massaga beramiz. GND'ga ulab qo'yamiz. Qarshilik. Ova. Eksperiment tariqasida shuni ketish uchun qilib ko'ramiz. Endi o biza qizil provod, mana provodga in bilan GND'ga 20 kilo ohmli rezistor qo'ydik. Foydasini bermadi. Olib tashlaymiz. O'zim bosib turamda. Xo'sh, bizada 3.7 voltni, 5 voltni, 12 volt o'lab biz ovozni ko'tarib oldik. Endigi keyingi masalamiz mashina zublar. Bu zub bor. Buni bu yoqqa tiqsak yo'q bo'ladi. Chiqarsak bor bo'ladi. Endi bu zub qayerdan kelyapti, nima uchun bunaqa bo'lyapti? Mana shu aux kabelimiz shu ulanmagan holatda turganda bu antenna vazifasini bajaradi va tashqaridan har xil to'lqinlar, valnalarni bu ushaydida sразу bu yoqqa shum qilib jo'natadi. Shum. Bu как antenna nastroyga qilinmagan radioda qilib turadimi? Xuddi shunaqa chastota berilmagan radioga o'xshab ishlaydi. Qachonki biz buni telefonga tiqadigan bo'lsak, bu antenna emas, tayyor signal jo'natadigan bo'lgani uchun bizda unaqa shumlar yo'qoladi. Hozir bizda vazifa mana shu antenna emas, как oti shunur bo'lishi uchun plataga filtr qo'yishimiz kerak. Shu shumni yo'qotadigan. O shumni yo'qotadigan filtr mana shu keramический bo'ladi, 102 deb yozilgan bo'ladi. Bunaqa hozir topolmadik, uni o'rniga mana shuni qo'yamiz. Endi etap hozir ko'rsataman sizlarga. Men kondensatorni pryamoy mana shu antennani minusi va kanaliga tekizaman. Oz yo'qoladi. Olaman dum bo'ladi. Tekizaman yo'qoladi. Olaman paydo, tekizaman yo'qoladi. Mana bu shuni yo'qotishga yaraydi.
Bu kondensatorda mana shu piniga paytib qo'yaman, bo'ldi. Payt qildim. Mana shum boyagidek kamaydi. Teksam unaqa katta chiqmaydi, do'ng'illab ketmayapti. Faqat qo'l teksamiz, qo'llar mayda mikrovoltlari teksiladi. Qo'shib qo'yamiz. Yaxshi yashash orzular, farzandlar hurlasa ota onasin, odamga ko'pirar tupurar zamon, ayollar ko'rkini soch derlar, besoqol bo'lib qolmagin erlar, tulkilar tirikchilik qilgan joylarda bola chaqa boqolmaydi sherlar, hayvonlarni shohi arslon musha yarador bu. Endi qaranglar, bizlar nima qildik? Qo'shib qo'ydim. Zvukovoy maksimalniyda turuvdi, kolonka bijirlab ketdi. Bijirlashning sababi bu 12 voltni o'zida ishlab bunga jo'natyapti signalni, kolonka ko'tara olmayapti. Kolonka ko'tarmay, shuning uchun bijirlaydi. Men mощностьni kamaytirdim, kolonka keyin tiniq aytishni boshladi. Endi masala bu yer usilitlda emas, kolonkada kelib chiqyapti. Kolonka ishlashga mo'shin usilitr qo'yib ham kolonka ko'tara olmaydi. Mana 12 volt, agar 24 volt, 20 voltli pitaniya bilan bundan ham katta blok pitaniyalar ishlatsak bo'ladi. Shunaqa gaplar. Xo'p, sizlar bilan bugun nima narsa o'rgandik? Usilitr ulashi, usilitrda pitaniya berish, qanaqa pitaniya bersak nima bo'lishini, 307 volt akkumulyatorda 5 voltli blok pitaniya va 12 voltli blok pitaniyada ulab sizlarga ishlashini ko'rsatib berdim. Undan keyin biza AUX kabel ulaganimizda shum nima uchun paydo bo'lishini aytdim va u shumni qanaqa yo'qotish kerakligi to'g'risida filtr qo'yish bilan aytdim. Keyingisi biza usilitr qo'ydik, kolonka bijirlab ketsa, u kolonka ko'tara olmayotganligidan bo'lishini aytdim. Bugungi dars shundan iborat do'stlar. Bizlarni kuzatib boringlar, bundan ham zo'r videolar qo'yib beramiz. O'sha